Assalomu alaykum hammaga. Sizlar soat 2dan oshdi. Men yana bitta narsaga amin bo'ldim. Yaxshi niyat degan har doim yaxshi. Niyatni to'g'ri qilib olish kerak avvalambor. Har bitta ish boshlashdan oldin niyatni to'g'rilash kerak, yaxshi niyat qilish kerak. Negativlarni eshish kerak emas, negativ o'ylash kerak emas. Nimaga desanglar, soat 2dan oshdi, ko'chada sayr qilib yurdik. Xullas, benzin qo'yib, gaz qo'yib olaylik deb kelayotdik. Ishonsanglar, agar mana shu 10 taraf borku polni o'chiq ekan-da, svetlar. O'sha yerdan yurib keldik, polni svetlar o'chiq. Mashinaga kelganimizda borku, mana svetlar yonib ketdi, ko'rsanglar. Svetlar yonib, svet keldi, gazni hammasi ochilib ketdi, ko'rsanglar. Vashim odam shuna xursand bo'lib ketadi. Nimagaki yaxshi niyat qildik, ertalab qiynalib yurmaslik uchun hozir qolamiz dedik. Quyib chiqdik mana. Svetlar kelib, hamma xursand. Hamma gaz benzin to'ldiryapti. Niyat har doim yaxshi qilinglar, charchamanglar, yaxshi dam olinglar.